O'tgan kuni shogird qizlarim bilan studiyamda generalniy uborka qildik. Pardalarim oppoq bo'lgani uchun tez kir bo'lib ketadi. Buni oqartirishga ham anchagina kuch, vaqt sarflardim. Bu safar Optimax va Billur kir yuvish vositalaridan foydalanib, pardalarimni juda ham osonlik bilan oqartirib oldim. Ayniqsa mana shu billurni oqartiruvchi vositasi menga juda ham yoqdi. Bu oppoq pardalarimni yana ham oqartirib yangidek qilib berdi. Sochiq va fartuklarimizni-ku aytmasam ham bo'ladi. Qaranglar qanaqa go'zal bo'lib qoldi. Oshxonada eng tez yomon bo'ladigan joy bu gaz plitasi va vitishkalar. Gaz plitamni va vitishkalarimni ham billurni antijiri bilan shunaqangi oson tozaladik. Ortiqcha harakatlarsiz, qiyinchiliklarsiz. Spreyni sepasiz, biroz kutasiz va artasiz, tamom. Vitishkani tozalash eng katta muammoyimiz qizlar, chunki buni orasidagi yog'larni, chirklarni chiqarishni o'zi juda ham qiyinchilik. Mana shu billurni antijiri bilan biroz kutganimizdan so'ng yaxshilab artib olsak, qaranglar, bu ham yaltirab ketdi. O'zimiz ham ko'rib mazza qildik. Vitishka toza bo'lsa, havoni ham zo'r tortadi. Sizlarni ham qozon, tovalarning orqasi shunaqa chirk bo'lib ketadimi? Bu safar billurni chistoli bilan tozaladik. Qaranglar, ko'zinglarning oldida mo'jiza yuz beradi. Osongina, ortiqcha harakatlarsiz. Shundoq artasiz, tamom. Tovalarning orqasidagi chirklari ham yaltirab ketdi. Har xil firmalarning tozalash vositalaridan foydalanib ko'rganmiz. Bu safar billur mahsulotlaridan foydalandik. Sinovimizdan o'tdi. Bizga juda ham yoqdi. Hammasi qaranglar osonlik bilan tozalab berdi. Ayniqsa mana shu quvur tozalaydigani juda ham yoqdi. Quvurimizdan doim noxush hidlar kelib qolardi. Ustidan qaynoq suv quysanglar, voila. Mana shu divan tozalaydigani ham zo'r ekan. Ham xushbo'y, ham zo'r tozalab qo'yar ekan. Bittada farqini bilasizlar, qaranglar tozalangan joyini farqini. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Ayol kishiga eng yaxshi sovg'a menimcha bu mana shunaqangi tozalash vositalari. Chunki mushkullarini anchagina yengil qilar ekan. Osongina hamma yo'lni tozalab oladi. Bizga billur mahsulotlari juda ham yoqdi. Sizlarga ham bemalol tavsiya qilaman.